intervyuimizni davomi bo'lyapti. Bu 4-tinchisi bo'lyapti men uchun. Aha. Xo'p, Jigar, endi savollarni men tayyorlab olmaganman. Hech bir ustaga hammasi ichimdan keladi. Tabiiy chiqadi. Chunki men ham jurnalist emasman, ustaman. Shuning uchun sizga yo'l-yo'l aka berib ketaveraman savollarni, javob beraverasiz. Boshladingmi bo'lmasam? Boshladi, aka. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi mehmonimiz Namangandagi eng ko'zga ko'ringan ustalardan biri, Motorzon asoschisi Muhiddin ukamiz bo'ladilar. Avvalo vaqt ajratganingizga kattakon rahmat. Men niyat qilganman, ustalarni ichidagi gaplardan ozgina bo'lsa ham chiqaraman, odamlarga foydasi tegib yurgan insonlar nimaga intervyu bermasligi kerak degan savollarga javob olish uchun mana men siz bilan 4-intervyuni boshlayapman. Bu Motorzon haqida ozgina ma'lumot berib keting. Nimaga aynan Motorzon? Endi aka, Instagram ochganimizda boshida bilasiz, avtomaster Muhiddin deb nomlaganmiz. Endi shunchaki oddiy qilib. Keyin mana vaqt o'tgan sari o'zimizga yarasha obunachiga ega bo'ldik. Endi Motorzon deb qo'yishimizga sabab endi bizni ham mana servisimiz ham kattalashdi, xudo xolasa. Jamoamiz kattalashdi oldingidan. Endi avtomaster Muhiddinda faqat o'zimga urg'u qaratilgan edi. Endi jamoaviy baribir bitta nom kerak bo'ldi. Chunki o'zimdan ham kelib chiqdi. Sizga o'xshagan hamkasbalarimizdan taklif bo'ldi. Nomni o'zgartirish kerak. Endi o'zingiz emassiz, yakka emassiz, jamoaviyroq bitta nom kerak degan. Shuning uchun bizda asosiy aka motor hado qilganmiz, ko'proq motor qilganmiz biz. Bilaman. Juda hadoy nisbatan kam bo'lgan, lekin mana shu o'tgan yildan beri o'zi trekkerlar hadoydan keyin ko'proq bizni yangi bilganlar hadoychi deb bilib qoldi, lekin meni eskidan taniydiganlar motorist deb biladi aslida. Ma'lumot o'rinda biz ham motor ham hadoy qilamiz, mashinasini deyarli tanlamaymiz. Eng kami devudan yuqorisigacha ketim, xudo xolasa. Shuning uchun aka Motorzon deb qo'ydim. Endi hadoy o'ziga urg'u berib bo'lmasa, Motorzon deganimdaki, bu Motorzon deganda aka o'zi avtomobilni o'zi yurish qismi kirib ketadi. Faqat motor emas. Motor emas. Motor, hadoy, korobka, shunga o'xshash qismlar kirib ketadi. Shuning uchun qisqa va lo'nda aytilishi oson va ko'zga ko'rinadigan nomni Motorzon deb kelishgan holda hamkasblar bilan maslahat qilgan holda shu nomni tanladim aka. Shu nomni tanladilar. Gap yo'q. Sizda kompleksda endi bitta sizdan tashqari elektringiz bor. Hozir shunaqa. Tonirovshingiz bor endi va hokazo kompleks. Umumiy xizmat ko'rsatish, yana ham kengayishni harakatida yuribsiz. Xudo xolasa. Bundan tashqari men shogirdingizni ham ko'rdim, avtomat ekan. Men bugun birga bo'ldim siz bilan. Do'stlar, xabarlarim bor, xabari yo'qlarga aytib ketaman. Challenge boshlaganman. Mana shu challenge orqali nafaqat ustani ishlash jarayoni, o'zimni undan tashqari mana ustalar bilan intervyu olib ketyapman. Nimaga intervyu olishdan maqsad hech kim ustalardan intervyu olmagan shu paytgacha. To'g'rimi? Ko'rganmisiz? To'g'ri, yo'q. Ustalardan intervyu hech kim intervyu bo'lmagan. Intervyu olishim kerak. Usta yuqoridagi odam degan narsaga nimaga keldimi? To'xtamga. To'g'ri. Usta xalqning xizmatida, jamiyatda foydasi tegib turgan odam nimaga endi o'zini gapini gapira olmasligi kerak? Albatta, uni ham qalbida kimgadir nimadir demoqchi bo'lgan, ichida qolib ketgan gaplar bo'ladi-da. Qachongacha biz mashhur yulduzlardan intervyular olamiz? Men jurnalist emasman, men ham ustaman, bilasiz, lekin shunga ozgina moyilligim, qiziqishim bor. Shundan kelib chiqib ozgina bir chiroyli suhbat qilamiz. Xudo xolasa, bemalol bizga o'xshab o'rindiq o'tirib olib, xotirjam videoni ko'rsalaring, emotsionalniy yaxshi video bo'ladi, chunki ustalardan yomon gap chiqmaydi. Nima dedingiz-ku? Aka, borini aytamiz-da, yaxshimi yomonmi, borini aytamiz. Yolg'on yashiq gap yo'q. Shunaqa. To'g'risini aytish kerak. Albatta. Xo'p, endi ukam bo'lmasam, o'zingizni mana shu sohaga kirib kelishingizdan boshlaydik-da, boshini boshlash uchun. Xo'p. Mana shuni haqida aytib ketaylik. Oldin bitta ma'lumot berib ketaman. 60 mingdan ziyod obunachisi bor Instagram sahifasida. Juda ham respublikaga xizmat ko'rsatgan. Bu haqda ham aytib ketaman. Juda ko'p men guvoh bo'lganman. Ancha-muncha mashinaga xizmat ko'rsatgan. Nukusdan to kelgan Namanganga, Nukusdan kelganini ko'rganman, ijtimoiy tarmoqda ko'rganman. Shuning uchun bu haqda ham gaplashamiz. Ozgina teaser bermasam, qizdirib olmasin, motorni ham qizdirib olasiz. Ozgina ham bosishdan oldin mana shunaqa qizdirib olamiz. Qiziq bo'ladi kuzatib turishsa oxirgacha, aka. Xo'p, endi ayting, necha yil bo'ldi bu sohaga kirib kelganingizga?
Hop, endi aka bu sohaga kirib kelganimga 16 yil bo'ldi. 16 yil. 16 yil bo'ldi. O'zim alohida bo'lib ish boshlaganimga ozgina kam 12 yil, 11 yil oshiq, 12 yilga yaqin o'zim alohida ish boshlaganman. Taxminan 4 yilga atrofida yurgansiz. 5 yil atrofida shogird bo'lib yurgansiz. Undan ko'proq yuradiganlar ham bo'ladi. Endi men ya'ni maktabni bitirib shogird bo'lganman-da. Kuch-quvvatga to'la. Kuch-quvvatga, shijoatga to'lganda endi bu sohaga kirib kelishimga mana otam sababchi bo'lganlar. Ya'ni o'zi katta bo'ldi, nimadir ish tanlashing kerak. Ungacha men ham endi 3 xil 4 xil ishlarni qilib ko'rganman. Maktab davrida pajaq kraskaga shogird bo'lganman bir yil. Kuzovga ham bo'lgansiz. Kuzovda ham. Maqtanish emas, ancha-muncha mashinani kraskasini ko'rib bilaman. Bor yo'qligini. Bu kerakli narsa. Albatta, men chunki hayotda ko'pchiligiga foydam tekkan, hozirgacha tegadi. Yurganimiz foyda bo'lgan shunga. Endi savdogarlikda ishlaganman aka. Savdo sotiqqa chiqqanman, bozorga kraska sotganman. Bozorda lishni bo'lmasa ham o'zimizga qarashli klientlarga yordam ko'rsatib, arava ham tortganman. To'g'risi gap. Endi shunaqada haligi mehnat bo'lgan. Bitta yo'nalishga toblanish bor. Tushib olguningizcha unga, bunga 3 xil 4 xil ishlarga oddiy qurilishda ishlab ko'rganman aka. Qurilishda beton quyishda, loy suvoqda. Endi haligi ham ozgina yordam sifatida pul tomonlama. Ya'ni biz pul topmaymiz. Katta bo'lib o'sib kelgandagi bolalar, qizlar вечер bo'ladi maktabda va o'zimizga qanaqadir nimadirlar olgimiz keladi. Chiroyli kiyim. Katta bo'lib uydagilarga hamma narsani aytgani baribir odam hijolat. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Juda ko'p ishlamagan bo'lsak ham. Shunaqa qilib almashib oxiri dadam shunaqa bitta ish tanlamasam bo'lmaydi deganlar o'zim ham o'ylab yurardim. Shu hozirgi zamonda avtomobil sohasi yaxshi, birorta sohaga tushishim kerak. Mana pajaq kraskada chiqib ketdim. Yoki shuni davom ettirishim kerak, yoki boshqa yo'nalishga tushishim kerak deb dillab yurardim. Men ham bir kun kollejda tursam, kollejga chiqqanmiz. Dadam telefon qildilar, bo'shab mahallamizda ustamizniki bizni mahallada bo'lgan. Shunaqa kel shu yerga dedilar. Bo'pti deb bordim. Ya'ni dadam o'zlari mashinalari bor, ustamizga klient bo'lganlar. Borsam ustamiz o'tiribdilar, dadam keyin ko'chaga chiqib gaplashdilar oldin men bilan shunaqa men seni endi biror joyga bermoqchi edim. Shunga nima deysan? Ustamiz otlari Qudratilla. Shunga seni shogird qilib bermoqchiman. Namangandami? O'zimizning mahallada. Ya'ni Ne'matjonda, Neslidan pastda Ne'matjon. Endi shunga nima deysan? Endi baribir bitta ish tanlamasam bo'lmaydi. Sen kelgunicha ustam bilan gaplashdim. Shogird beray desam, ustam seni sal erkaroq, tantiqroq, sho'xroq, menga egilmaydi. Shogird qilsam qanaqa bo'larkin deb ikkilanibdi dedilar. Keyin agar sen shogird bersam, o'g'lim meni sharmanda qilmasliging kerak. Agar chiqib ketadigan bo'lsan sharmanda qilib, boshqa joyga beraman yoki xullas eplasan tush dedilar. Shunaqa gapni olib qat'iy qaror. Mena keyin bo'ldi dedim. Kirdi u gaplashdi. Keyin shunaqa desalar, bo'ldi shogird qilaman. Menga aytdilar-ki, ustam zo'r gap aytdilar. Misol keltirib berdilar. Xohlagan sohanda meni tanishlarim yetardi. Menga shogird bo'l demayman. Xohla pajaq kraskaga, xohla elektrik, xohla va hokazo. Qiziqsen? Xohlaganingga men o'zim olib borib beraman. Xohlaganingga tanishlarim bor, o'zim olib borib beraman. Qaysinga qiziqasan? Agar yo'q, aka, o'zingiz bilan chidab ishlayman desan, hali o'zim shogird qilib olaman dedilar. Endi o'ylab qaradim, mahallamizda bordi-keldiga qiynalmayman. Yo'l kira deganda baribir uydagilarga malol keladi. Abid deganda endi har xil sharoit holatdan kelib chiqib, men shu motor hadoyi sohasini mahalladagi Qudratilla ustamizga shogird tanladim. Bo'ldi dedim. Ustamiz yana aytdilar, bir kun emas, senga 2 kun muhlat. Yaxshilab o'yla, seni hech kim majburlamaydi. Ertaga afsus qilmasliging kerak. Bo'ldi, xo'p dedim. Endi o'sha asnoda bitta misol keltirib berdilar-ki, bir kishidan misol keltirib berdilar. Mana palonchini taniysan, biz yoshlik, shogirdlik davrlarimizda biz kerak bo'lsa zog'ora unda non yeganmiz. Qiynalib piyoda qormi yomg'irmi shogird bo'lganmiz. Borib kelish. O'shalar bizga o'shalar otasini davrida katta pul sarf qilardi. Bizga kerak bo'lsa to'laverardi. Otasini davrida maza qilib yurgan, kayf safo qilib. Mana endi hozir davr o'tdi, charxlar aylandi. Mana qarayu dedilar.
Endi ustamiz ham o'zlariga yarasha insonlar, Ha. o'zlariga yarasha Obro'li bo'lgan. obro'lari bor, hurmatlari bor va Mijozlari ko'p o'zlariga yarasha bo'lgan. yutuqlarga, natijaga erishganlar. Endi u inson bilan mana qara, hunari bor inson kam bo'lmasligini menga o'sha misolda keltirib berdilar-da. Keyin bo'ldi aka, o'zingizga shogird bo'laman dedim. Shunaqa qilib, ertasidan shogird bo'lib tushdim. Har doim bo'lmasa-da ora-sirada kollejga chiqamiz, endi iloji yo'q. Shogirdlik men o'zim bilan kichkina 5-6 yosh kichkina bolalar bilan darajam teng bo'lgan. Bir xilda shupurib tozala, shunaqa bizdan katta bolalar buyruq beradi, ermak qiladi. Endi xullas kalomki aka, hammasiga sabr qilib, xonasi kelganda chiqib ketaman degan Qarorlar ham bo'lgan aka. Albatta bo'ladi, ozmi. Chunki haligi katta bola bo'lib qolganman. Ayrimlarning gapi yoqmasdi. Keyin aka eng bitta narsa, endi ko'pchiligiga qiziqarli bo'lar, balki men erta uylanganman-da. Ya'ni 19 yoshimda uylanganman. 19 yoshimda uylanganman, aka. Endi shogirdman, uylanganman. Endi biznikida o'tib ketgan Acha rahmatli, ya'ni dadamni abalari, onalari ertaroq o'tib ketganlar. Onamni onalari meni uylataman dedilar. Yo'q, bu hali yo'q, shogird shunaqa desam, yo'q, qanaqadir pul tomondan mablag' kerak bo'lsa, men yordam qilaman, lekin to'yini ko'ray dedilar. To'g'ri yo'l o'zi shu. Lekin juda ham xursandmizki, o'sha onamni onalari, ya'ni bizda acha deyiladi, achamlar 1 yilmi o'shoqdakimi, 1 yilmi, 2 yilmi o'tib qoldilar. Haqiqatdan ham men to'yimni ko'rganlarga juda ham xursandman. O'sha inson sababli baxtli uylangansiz. Erta uylanganman, lekin aka juda qiynalganman. To'g'risi gap, sababi eng birinchi o'rinda juda ham uyatilgan. Endi ayolimni oldida, mayli ayolim-ku, meni tushunar. Bir ayolimni uydagilarni, qarindosh urug'larni oldida juda ham o'zimni bir uyalgan his qilganman-da, chunki shogirdman, pul topmayman. Ko'cha-kuyda tanish bilish, o'zingiz tushunasiz. Shunaqa holatlar juda boshdan qiyin o'tgan. O'g'lim 1 yosh bo'lguncha, o'shoqroqqacha shogird bo'lib yurganman-da men endi aka. Ustoz bilan. Ustoz bilan yurganmiz. Endi oxirgi paytlarda choy-chaqa olganmiz, to'g'risi. Lekin qiyin bo'lgan aka, to'g'risi. Lekin men ota-onamga juda ham minnatdormanki, hozirgi yoshlar ozgina katta bo'lib qolsa, o'g'li qo'ldan kelib qolsa, ustidan pul bermasa yig'ishtir, boshqa ish qil, palon-piston bolani zaharlayapti-da. Lekin meni ota-onam o'sha paytda dedom meni otam meni oddiy bitta taksi bo'lganlar. Bunaqa to'g'ri davrida yaxshi topgan davrlari bo'lgan, boshqa bo'lgan. Lekin o'sha oxirgi paytlarda taksi bo'lganda, biz taksichilik qilib yoki Andijonga qatnab tirikchilik qilingan. Demoqchimanki, nima bo'lsa ham mayli, men qiynala, sen yaxshi bo'l. Ustani rozi qil, hunaringni yaxshi ol, pulga qiziqma. Nima kerak bo'lsa men qilib beraman. Men imkon qilib berganda sen o'rganib ol deb, men hatto aka qiynalib chiqib ketaman. Bu ish qilmayman men. Boshqa pul topadigan, tezroq pul keltiradigan ish qilmoqchi bo'lgan. Davrlari ham bo'lganda, yo'q deyishgan, ota-onam yonimda dalda bo'lib, sen shuni o'rgan, keyin yaxshi bo'ladi. O'rgan, mana shu ko'ksimdan ishga tirishgan. Lekin hozirgilar bunaqa emas-da. Men ota-onamdan juda ham minnatdorman. Chunki ota-onam sababli men shu hunarni egalladim. Avvalo Allohning izni, ota-onamning duolari, mehnatlari, ustamizdan juda ham xursandmiz. Xursandchilikda duo pata olib, usta bo'lib ajrab chiqqanmiz aka. Xudo xolasa, mana kam bo'lmayapmiz-ku. Men bir narsani guvohi bo'lganman. Otasiga avtomobil podarka qilgan. Otasini hurmat qilgan, e'zozlagan insonlardan, ustalardan bittasi. Men buni shaxsan guvohi bo'lganman. Havas qilganman, to'g'risi. Otaga bir markabni olib berib, ota yangi mana shuni mining deb olib berishdi o'zi katta narsa. To'g'ri, katta narsa. Har kim ham qila olmaydi. Bir boyligi bo'lib turib ham nimadir qila olmasligi mumkin yoki otasi o'tib ketgan bo'lishi mumkin, armon bo'lib qolishi mumkin. Uni tirikligi vaqtida e'zozlab, unga mehr berib, ularni eshitish ham bir katta narsa. Men xursandman. Bu narsani guvohiman. O'zi ustalar ko'pi mehnatdan, har xil kasblardan toblanib, keyin kasb egalladida. Bu hamma usta ham qiynaladi, qiyinchilik bo'lgan. Qiynalmaganlar usta bo'lib keta olmaydi. Bu kasbni nonini yeyish qiyin, sababi unga avtomobilga xizmat ko'rsatishdan tashqari mijoz bilan gaplashish ham borda, muloqot bor, uni pulini olish bor, uni javobgarligi bor, xullas va hokazo. Bitta savol kelib qoldi shu o'rinda. Mijozlar bilan qanaqadir muammo bo'lmaganmi? Mijozlar bilan masalan
qanaqadir avtomobil egalari bilan bog'liq qanaqadir nimalar bo'lmaganmi? Endi bir qiziqarlimi yoki yurakda bir qolgan bir Okey, muammo hammada bo'ladi. Bo'lib kelgan va bo'ladi. Chunki hammani tengdaniga rozi qilib bo'lmaydi. Kimgadir ming sidqidildan mehnat harakat qilasiz. Nimadir yoki insonchilik, xato kamchilik hammada bo'lishi mumkin. Biz ham xato qilganmiz va yana qilishimiz mumkin. Hamma qatori. Ming yaxshilik qilsangiz ham bir marta xatoyingiz bo'lsa, nima desa bo'ladi, sizni yerga uradigan holatlargacha kelgan. Ya bo'lsa bunaqa haligi klient bilan tortishuv yoki kelishmovchilik haligi holatlari juda ko'p o'tgan boshimdan. Endi bitta mendan emas, kerak sizdan hammadan o'tadi. Boshqalardan ham o'tadi bu narsa, chunki hamma bir xil emas-da, okey. Demoqchi bo'lganim, ba'zilarga yoqmaydi. Kelib tepada qarab tursa. Yoki ish bitgandan keyin birpasda men ko'rdim. Bugun kuni bo'yi men bir Muhiddin bilan birga ishladim. Xullas shogirdlaringiz avtomat ekanda, tezligi gap yo'q. Yaxshi. Endi tasavvur qiling, boshqa usta 2 soatda qiladigan ishni buni shogirdlari yoki o'zi bilan birgalikda yarim soatda bitirib qo'ydi. Keyin aytishi mumkin, usta birpasda ishga falon so'm pul olyapsan deganlar bo'lgan. Bo'lganmi? Chunki moddikorga solishtirganlar bo'lgan. Okey, moddikorga. Shunaqa eng yomon alam qiladigani shunda miyangizga shu bitta molotok bilan urganda bo'ladi-da u gap. Chunki o'ylamaydiki, sen qanchadir yillab shogird bo'lding, bekorga ishlading, issiq sovuq demay. Bilasiz-ku, biz davrlarda, men sizdan yoshman, biz davrlarda juda qiyin bo'lgan. Okey, shogirdlik davri har kun yarim kechasida ketish, yoshimiz yaqin. Sovuqda motorlarni tozalash, mo'ykalar bo'lmagan. Ishlar shogirdlik davri og'ir kechgan, lekin o'shanga qaramasdan sinovlarga chidalgan. Endi klientlarning eng yomon narsasi shuki, o'sha siz aytmoqchi, deydi, shu vaqt ichida shuni qilib qo'yib falon pul olasanmi? Moddiqor ham kechgacha falon pulga ishlaydi. Mana uncha so'm. Keyin jahlingiz chiqadi-da, haligi chunki biz moddiqor emasmiz, okey, biz hunarimiz uchun olamiz. To'g'risi gapda. Keyin klientga tushuntiramiz. Bu gapni menga emas, hech qachon usta zotiga gapirmang, chunki usta bilan hunarmand inson bilan moddiqor farqi bor. O'sha moddiqor o'ynab kulib yurgan paytida biz o'sha hunarni o'rganamiz. Umrimizni, kunimizni shu hunarga baxshida qilganmiz. Bekorga ishlaganmiz kerak biz. Shu hunar uchun umrimizni baxshida qildim. Endi mana hunarimiz orqasidan rizqimni teryapmiz deb klientlarga unaqa holatlarda iloji boricha to'g'ri tushuntiriladi. Hech qachon klientlar yoqa o'lishmaganmi. Endi haligi kimlar bilandir tortishilgan davr holatlari bo'lgan-ku. O'tib o'tkazib yuborsa endi siz ham haligi bir narsa deyishingiz mumkin. Iloji boricha klientga to'g'ri tushuntirishga harakat qilamiz, emotsiyaga berilmay. Baribir haligi klient haq degan joyi bor-ku. Shuning uchun ko'ngliga qarashga harakat qilamiz, nohaq bo'lsa ham. Tushunmagan keyin o'ziga qarab gapiramiz-da. Qarang, shogirdlaringiz haqida men gapirib o'tib ketdim. Hali endi avtomatlik haqida shogirdlar nechta shogird chiqargansiz taxminan? Endi aka, mendan endi kelib ketgan shogirdlar ko'proq, lekin asosiy usta bo'lib chiqqani aka hozirgi kunda 3 ta. 3 ta alohida ishlayapti. Foydasiga alohida xalqqa xizmat qilyapti. Xudo xolasa, yaxshi. Endi chiqib ketganlar bor. Ularni hisobga olmaganda usta bo'lib ishlayotgan 3 ta. Shu shogirdlar masalasi ham bir og'riqli nuqtada. Juda ham shogird, usta degan narsalar ham bor. Siz mana shu shogirdlar haqida ham bir qiziqarli-da obunachilarga gapirib bering. Bormi shunaqangi holatlar bo'lganmi agar? Okey, holatlarni zo'ri menda bo'lgan. Endi videoga hammasini sig'dirib bo'lmaydi, iloji boricha qisqaroq. Mayli, qiziqarli. Qisqaroq haligi kimgadir tegizib emas, o'sha bo'lgan voqealardan asoslanib ozgina gapirib bering. Qiziq albatta. Avvallari o'sha aytayapman-ku, haligi chidamaydigan avval ham bo'lgan, lekin demoqchimanki, shogirdlar ota-onasi yoki kimdir shogirdga olib keldimi bolasini, kichkinaligida olib keladi aka. Maktab payti bo'ladi, maktabdan 1-2 da keladi. Kechgacha ozgina qarashadi, kech 3 da ketadi. Lekin 1 yil shunaqa qilib qatnasa ham 1 yil ustaxonada umr o'tdi deb hisoblaydi hamma. Kakaligi 3 oy kelsa ham-da asli. 1 yil ustaxonada shogird bo'ldi degan yilini hisoblaydi. Endi olib keldida bolasini siz qachon usta qilib bersangiz o'shanda usta bo'ladi. Palon piston 3-4 yil o'tguncha bolasini kattaroq bo'lib, ozgina qo'lidan kelguncha nima bo'lsa gapiradi. Xullas ta'zimda bo'ladi ustaga. Endi siz katta qilib qancha asab yeydi, okey, mana o'zingiz bilasiz. Shogird tarbiya qilib, voyaga yetkazib, sizga ozgina foyda keltiradigan buguncha qancha klientni
sindirib sindirib qo'yadi, qish qotirib yuboradi. ha, qancha narsaga zarari yetadi. Shunda misol uchun asab bo'lib mehnatini qiladi, rasxotini to'lab beradi. Shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Shaxsan men o'zimda. Lekin vaqt o'tib turib, bolasi ozgina qo'ldan kelgandan keyin mana o'g'lim usta bo'lib qoldim deb gerdayib kiradi. Ha. Undan ko'ra quloqdagi bitta shapat qo'ygani menimcha sal yaxshiroq tuyuladi-da, chunki haligi bolani tarbiya qildingiz, shunchalik haligi qo'lidan kelishiga sababchi bo'ldingizda, ota-onasi boshqacha gap gapirib kelib, ozgina bolani qo'ldan kelgandan keyin o'g'limga pata berasizmi? Usta bo'lib qoldimi? Qachon endi? degan haligi ustiga qichima gaplarni qilish boshladi. Bu eng yomon narsa-da. Undan ko'ra ochiq oydin gaplashib, dangal gaplashib, usta shunaqa. Mana bizning o'g'ilcha ham ancha qo'ldan kelib qolgandir. Mo'ljalingiz qachonlarda bir usta qilib berasiz deb ochiq gaplashish kerak. Men ochiq gaplashadigan insonni yaxshi ko'raman. Lekin orqadan unaqa har xil gaplarni gapirib, lekin mana o'zingizga kelib qanaqadir bir qichima gaplarni qilsa, u eng yomon narsa-da. Chunki mana boshimdan shunaqa holatlar o'tgan, to'g'risi. Shuning uchun bilaman, usta shogirdlik qanaqa bo'lishini bilamanki, kuydirib ketgan bir nechta shogirdlar bo'lgan. O'sha rosa qo'ldan kelib, lekin hozir o'sha afsusda men misol uchun mana balki meni biladiganlar bordir, ko'rar demoqchimanki. Albatta siz taniqli ustasiz. Balki o'sha insonlar ko'rar, afsusda kechirganlarim ham bor. O'sha afsusda bo'lib kechirim so'raganni kechirganlarim ham bor. Lekin o'sha kela olmayotgani ham bor oldimga. Chiqib ketaverib, boshi devorga tekkanlar bor. Boshqalarni jo'natib kechirishimni so'rayotganlar bor. Endi hayotda yashasak ko'rayar ekanmiz-da. Eshitgandim, ustani norozi qilgan inson baraka topmaydi. Albatta. Usta ham otangday ulug' deyilgan-da. Bekorga tenglashtirilmagan. Ota-ona sizni dunyoga kelishingiz sababchi, katta bo'lishingiz sababchi bo'lsa, ustoz sizni hayot yo'lingizni topishingizni sababchi bo'lgan inson-da. Sizga ayrim holatlarda kerak bo'lsa, ota-ona bera olmagan tarbiyani ustoz beradi. Hayot yo'lingizga tushishingizga ustoz sababchi-da. Kuni bo'yi birga yurgandan keyin siz oddiy qilayotganda men kecha kuni Mirzo Motors bilan gaplashganimizda aytdimki, siz xarakteringiz ham o'tadi-da. Agar yolg'onchi bo'lsangiz, shogirdingiz ham yolg'onchi bo'ladi. Agar shalaq bo'lsangiz, so'kinadigan odam bo'lsangiz, so'kinishingiz o'tadi. Agar siz bir qanaqa bo'lsangiz o'tadi-da xarakter. Qisqasi, o'sha uyda bo'lmaydi, ko'proq ustoz bilan yuradi. Unga ko'proq mehnat tegadi. Buni albatta nima deydi, ustani qadrini ozgina ota-ona ham tushunsa, albatta foydasi tegib turganini bilsa, ana undan keyin sal o'ylab muomala qilsa, yaxshi bo'ladi. Endi gapingizni davom ettiring. Demoqchimanki, hozirgi ota-onalar ham ozgina tushunishini xohlayman, chunki hozirgi kunda, hozirgi davrda chala ustalar ko'payib ketgan. Shunaqa ustasiga ishlab beradigan davrda chiqib ketaveradi. Qo'limdan kelib bo'ldi, yorib yuboramanmi, qopda pul topaman deb chiqib ketaveradiganlar bor. Yoki qanaqadir qo'ldan kelib qolib ustasini nazariga ilmay chiqib ketaveradiganlar bor. Demoqchimanki, shunaqalarni ko'p holatda ota-ona miyasini zaharlab qo'yadi. Sen katta bo'lding, bo'ldi, pul topishing kerak, yoki pata ol, yoki chiqib ket, pul top, pul bermasa falon piston deydiganlar bor. Hammasi ham emas, bor. Hammasi ham emas, bor. Shunaqa insonlar bor. Shunaqa insonlarga aytardimki, farzandingizni ras shogirdga berdingizmi, sharoitini qilib berishga harakat qiling. To usta bo'lib chiqib ketguncha, to'g'ri. Qo'ldan kelgandan keyin qanchadir vaqtdan keyin usta ham inson cho'chaqasini berib turadi, lekin katta pul bera olmasligi mumkin. Cho'chaqasini berib turadi. Lekin shunaqa holatlarda pul tomondan bo'lsa yordam berib, qanaqadir zerikish hosil qilsa, ko'ngildan dalda berib, sen usta bo'lasan, zo'r bo'lasan, hunarli ol. Bizmiz seni orqanda degan daldalarni bolasiga berilsa, yaxshi ustalar yetishib chiqadi. Albatta. Ustasini duosini olgan inson kam bo'lmaydi. Inshaalloh kam bo'lmaydi, ko'ryapmiz. Lekin hozirgi kunda shunaqalar juda kamayib ketyapti. Shuning uchun ota-onalardan iltimos qilib qolardim. O'g'lingiz qanaqa hunarda bo'lishidan qat'iy nazar, to usta bo'lib chiqib ketguncha imkon yaratib berishingizni iltimos qilib qolardim. To'g'risi gap. Shunda yaxshi, yetuk insonlar, ustalar ko'payib ketadi. Albatta. Hozirgi kunda ustaxonalar, ustalar hamma sohada ko'p, lekin mutaxassis kam, Mutaxassis kam. Hammasi shuni orqasiga borib taqaladi. Siz lekin masalan bo'larkan, siz, biz umuman ko'pchiligimiz ijtimoiy tarmoqqa videolar qo'yyapmiz-ku, ma'lumot beryapmiz. Bundan ham ancha-muncha odam o'rganyapti. O'sha chala ustalar rivojlanyapti, lekin qaysar shu aytganingizdek duosini olmagan ish yurmay,
1-2 bo'lmay yuraveradi. Bunaqa ham bo'ladi. Endi bir shogirdlaringizni qaysinizdir juda bir yuragingizga, qalbingizga qattiqroq bir zarba bergan ekanda endi, dilingizni endi aka og'ritgan shunaqa desa ham bo'ladi. aytgisi kelmadi da. Yo'q, endi mayli aka, demoqchimanki, ustani rozi qilinsa, ota-ona sharoit qilib bersa, ota-ona bilan ustani tili bitta bo'lsa, bola albatta yutuq bo'ladi. Yutuq. Usta boshqa gapni gapirib, ota-onada boshqa gap bo'ladigan bo'lsa, u bolaning miyasi zaharlanadi, aka. Zaharlanadi. Men chiqib ketishim kerak, uyimga, oilamga yordam berishim kerak, pul topishim kerak degan narsa kiradida hunarga qiziqish to'xtaydi. Va chiqib ketish harakatini qiladi. Jahlmi-jahlga chiqib ketar. Qanchadir vaqt o'tadi, albatta afsus qiladi. Men bu narsani nafaqat o'zimda, boshqalarda ham ko'rganman-da amalda. Shuning uchun bemalol ayta olaman, to'g'risi gap. Endi shogirdlar mavzusi mayli qancha gapirsangiz Kam, to'g'ri. Juda ham bir dolzarb mavzu. Albatta. Endi bir ozgina mavzuni sal o'zgartiramiz. Men sizni yuragingizga zarba berganim yo'q. Mayli. Xo'p, sizga Tracker Onyx'larni rosa birinchilardan bo'lib yumshatdingiz. Respublikaning turli hududlaridan kelishni boshladi. Shunaqa. Deylik, o'rtacha hisobda nechta Tracker'ni, nechta Onyx'ni ikkovini bitta qilib hisoblasak yumshatdingiz? O'rtacha hisob. Okey, bu narsaga aniq javob bera olmayman. Sanamagansiz. Endi taxminan endi aka 200 ta mashinamda xizmat ko'rsatdingizmi taxminan? Nechta? 200 ta yo 1000 ta? Yo 1000 ta deng. 1000 ta. 1000 ta deng. Balki men umumiy aytmayapman. Aynan shu zavoddan chiqqan. Mana Tracker Onyx'lar. Endi asosiy Tracker, misol uchun 5 ta ichida Onyx bo'ladi. Baribir Onyx Trackerdan kamroq, shuning uchun balki 1000 tadir, balki 1000 tadan ziyoddir. Aniq sanog'ini bilmayman, lekin aka juda ham ko'p mashinaga xizmat ko'rsatdim. Bu narsani men ancha oldinroq boshlaganman. Ancha oldin unda aka 250-300 dollar qilganmiz. Qimmatroq. Qimmat bo'lgan. Unda deyarli agar bitta yarim ustalar qilgan bo'lishi mumkin. Deyarli hech kim qilmagan pashti. Narxi ham qimmat bo'lgan. Hech kim qilmagani uchun. Keyin bu narsani shu xalqqa foydali bo'lsin, manfaatli bo'lsin deb Ramazon aksiya qilganman. Hatto 5-10 ta odam, hatto 5-10 ta odam meni dilimdagi narsa bu. 5-10 ta odam arzonroq qilib ketsa, xursand bo'laman degan maqsadda. Nima uchun? O'sha paytda men o'zim zapchasti nimaligini bilib, nima mashinalarga tegishliligini bilib, o'zim xarid qilib, to'kirni ishlarini qildirib, o'zimga arzon tushish boshlagan. Keyin aksiyaga bemalol o'sha aksiyada davom etdingiz, narxini ko'tarmadingiz. Yo'q, ko'targanimiz yo'q. Sababi o'sha narsani aytaman, 5 ta 10 ta odamga foydasi tegib qolar, arzonroq qildirib olsin degan narsam Alloh izni bilan aka minglab insonlarga foydali bo'ldi va eng muhimi aka buni orqasidan mana Alloh sababchi qilganiga juda ham xursandmanki, buni orqasidan juda ham ko'p insonlarga foydasi tegdi va hamkasblarimizga, kerak bo'lsa aka savdogarlarga juda ham foydasi tegdi, chunki hozir hamma viloyatda o'zi qilish urfga aylangan. Deyarli bir 70-80% ustalar qilishga o'rganib bo'ldi, nimanikiligini biladi, qilish qo'ldan keladi, o'zi oddiy ish. Hozir do'konlarda bemalol sotilyapti. Hammada do'konlarda sotilyapti. Demoqchimanki, bu narsani shunchalik avj olib ketishi shu aksiyani orqasidan bo'ldi deb bemalol ayta olaman-da, chunki odamlar o'zi shoshilib qoldi. Klientlar o'chirdi o'sha paytda. Men aka shuni xohlardimki, hamkasb ustalarimiz bor. Men butun O'zbekiston bo'ylab ustalarimiz bir-biriga oqibatli bo'lishini so'rab qolardim, chunki oddiy misol mana Instagram orqasidan hamma bilan, shaxsan siz bilan ham tanishganmiz. Shunaqa hamkasblarimiz ko'p. Videolarda poddeshka qilib, qanaqadir maslahatlashib qiladigan joylar bo'ladi yoki shunga o'xshash. Negativ bo'lmaslikka chaqirardim, aka, chunki tanimagan ustalarni videosida to'g'ri ayrim holatlarda negativ bildirishga majbur qiladigan videolar ham bor-da. Bor, chunki gapirib o'rgingiz keladi, noiloj tilimizni tiyamiz. Shunaqa holatlar ham bo'ladi, chunki hozir yolg'on ham ko'pda. Nohaqqa ko'rib turib gapira olmaslik ham qiyin-da. Demoqchimanki, nohaqqa mayli, meni qarshiligim yo'q, lekin haq bo'lgan narsaga, to'g'ri berilgan ma'lumotga yoki kimgadir foydasi tegish uchun harakat qilgan insonga negativ bildirmay,
o'sha yosh usta yoki yangi chiqib kelayotganda iloji boricha poddeshka qilib, qo'llab yoki agar bilmagan joy bo'lsa, ishingizga omad, shunaqa kamchiligingiz bor degan ma'noda omad tilab turib poddeshka qilinsa yaxshi bo'lardi. To'g'risi gap. Negativlarga uncha hozir e'tibor qilmay qo'ydim deb o'ylab qarasam, negativlar o'zi bilimi sayoz insonlar negativ bo'lar ekan deb bildim. To'g'ri, negativlar ko'p. Meni o'zimda ham shaxsan ko'p. Endi bu murojaatim asosiy ustalarga-da, chunki usta qarg'ani ko'zini cho'qimaydi, shunaqa qilmaslik kerak degan fikrdamanda. Qo'llab-quvvatlash kerak. Agar bilmasa, o'rgatib qo'yarish kerak. Qo'llab-quvvatlashga chiroyli tushuntirish kerak. Oddiy misol, men bilmagan narsamni o'zim hamkasblarimdan o'rganganim singari bir-biriga hurmat yuzasidan bilmaganni o'rgatsa yoki yaxshi fikr bildirsa, o'sha inson xursand bo'lib qoladi. Albatta. Shunaqa. Ukajon bergan intervyuzga rozi bo'ling. Ketdingizga vaqtingizga rozi bo'ling. Katta rahmat. Chiroyli mana suhbat bo'ldi. Xudo xolasa buni davom qilaman. Keyingi yillarga mana yana ham o'sib, ikkovimiz ham o'sib, hammamiz o'sgan davrimizda yana bir katta servislar ichida, katta komplekslar ichida ko'p narsaga erishgan bo'ling va chiroyli intervyularni qilaylik, yana xalqqa xizmat qilishda davom etaylik. Albatta, xudo xolasa. Zo'r ko'p shogirdlarni chiqaring, yaxshi xalqqa xizmat qilsin, ko'proq odamga xizmat ko'rsatib, foydali ishlar ko'proq qiling deymiz. Joningiz omon bo'lsin. Rozi bo'ling akajon. Rozi bo'lasiz vaqtingizga. Men roziman. Men o'zim xohlab keldim-ku. Shunaqa. Endi men intervyuning oxirida o'sha yana murojaatimiz, avvalo ustalar baribir kuzatishadi. Bizni tanimaganlar kuzatishadi. Avvalo ukalarimiz yaxshi usta bo'lishlarini, shogird ukalarimiz avvalo ustani rozi qilishlarini va ota-onani duolarini olishlarini so'rab qolamiz. Siz aytmoqchi, kimnidir ota-onasi bor, kimnidir yo'q, otasi yoki onasi. Kimdirda bor, qadriga yetmaydi. Alhamdulillah, meni ota-onam bor. Bilasiz, bir necha yil oldin ozgina boshimizdan kulfat o'tgan. Shunda ota-onam juda diqqat bo'lishganda mana. Nima bo'lgan? Shu uy yonib ketganmi? Shunda gaz to'planib qolgan, bitta xonada, katalxonada katol yoqqanimda portlab ketgan. Bu qo'llaringizda asorati shuniki-da. Bu qo'ldagi qolgan oq dog'lar shu yerdan bu yoq polni kuygan bo'lgan, aka. Alloh izni bilan Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketdi. Shu qo'ldagi qolgan dog'lar shu kuyganda bo'lgan asorat. Xudo xolasa aka tuzalyapti bu ham, chunki kattaroq edi bu o'tgan yili. Sekin kichrayapti. Xudo xolasa Allohdan so'raymiz yaxshi tuzalib ketishini. Eng muhimi sog' qolganman, ota-onamni baxtiga, chunki 4 ta farzandim bor, ota-onam bor. Qilmagan boshqa? Mendan boshqa hech kimga ijtimoiy qilmagan, shunisiga shukr qilaman. Endi ota-onam bor, farzandlarim bor. Shularni baxtiga mana Alloh qaytarib berdi-da. Bir marta yana hayotga keldim deb bemalol ayta olamanki, ota-onani duosini olib, ustoz duosini olib shu darajagacha erishdikki, ota-onani duosi, ustoz duosidan hech kim kam bo'lmagan. Albatta. Shuning uchun hammaga, yosh kattalarga ota-onani qadriga yetishi, albatta ustozni qadriga yetib, hunarini olib, duosini olib chiqib ketishini albatta tavsiya qila olaman, chunki o'zim baralla ayta olaman. Misol uchun nima desam bo'ladi? Ustoz duosini oldik, ota-onamiz duosini oldik, hayotda kam bo'lmadik. Bir kun qoqildik, bir kun turdik, lekin hammasi yaxshi. Hammasi izida. Inshaalloh aka kam bo'lmaymiz. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Sizam sog' bo'ling. Do'stlar, Matorzon Namanganda bemalol kelib avtomobillaringni remont qildirsalaring bo'ladi, ta'mirlatsalaring bo'ladi. Qo'li gul usta. Men buni ishonch bilan aytaman. Mana suhbatimiz ham guvoh. Jonlar omon bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu albatta davomiy bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qo'llab poddeshka qilib turasizlar, hammaga rahmat. Qalay bo'ldi? Zo'r, yaxshi, normalmi? Zo'r charchab olmadingiz.